Allah Taala nima uchun hukmlarning hammasini Qur'on Karimda bayon qilmay, ba'zi hukmlarni hadisga qoldirdi? Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam dini meseleleri gap qilgan vaqtida o'zining ma'lumoti yoki o'zining xiyoli bo'yicha gap qilamdi yoki Alloh taolo uningga vahiy qilib Allohning vahiysi bo'yicha gap qilamdi. Muhammed aleyhisselamning ish harakatlari, so'zlarining hammasi hadis hisoblanadi. Bilginimizdek bizning islomni tushunib amal qilishda manba qiladigan ikki kitobimiz bor. Birisi Qur'on, ikkinchisi hadis. Qur'on bo'lsa Alloh taolaning so'zi, hadis bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomningki diniy masalalardagi so'zlari, harakatlari va huzurda boshqalar qilsa payg'ambarimiz sukut qilish orqali qo'llagan harakat yoki so'zlarini ko'rsatadi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Qur'onni tushirish bilan birga payg'ambarimizga ish harakati orqali Qur'on Karimni bayon qilib berish vazifasini topshirgan. Chunki Qur'on Karim nazariy kitob bo'lmasdan reallikqa uyg'un har bir inson qilalaydigan va har sharoit, har zamonga mos keladigan kitob. Alloh taolo bu nuqtani ta'kidlash uchun Qur'on Karimni 23 yilda tadrijiy holda tushirgan va uningga amal qilishni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga topshirib, kishilarga Qur'on Karimga amal qilg'ili bo'ladigan, ya'ni insonning imkoniyati doirasida ekanligini ko'rsatish uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bayon qilib berish vazifasini topshirgan. Agar Alloh xolis edi, hukmlarning hammasini hadisga qoldirmasdan Qur'on Karimni bayon qilgan bo'ladi. Lekin bu vaqtda Qur'onning har zamonga moslashadigan va reallikqa uyg'un ekanligiga qarata bizda gumon bo'lishi va amaliy ko'rsatilmagan ishlarda bizning to'g'rini tafsir qilishimiz nihoyatda tezki to'xtaydi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni bizga rahmat qilib, Qur'on Karimni izohlab, uni amaliy ish harakat bilan ko'rsatadigan muallim qilib avatgan. Shuning uchun bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Qur'onning jonliq shakli, ya'ni tirik Qur'on deb ataladi. Undaqda Qur'on Karimni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning izohatisiz, ya'ni hadissiz to'g'ri tushungili bo'ladi, mutlaq bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda ko'pincha hukmlarni mujmal, ya'ni ixcham shaklda bayon qilgan. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda namoz o'qinglar deydi. Namozni qancha rakat o'qiymiz, qanday o'qiymiz, nima ishlar bilan namoz buziladi? Bu tafsilotlar Qur'on Karimda yo'q. Alloh taolo ro'za tutinglar deydi. Zakat beringlar, haj qilinglar dedi. Lekin zakatni qanchalik pulga yetgan vaqtda qanchalik miqdorda beramiz, hajni qanday qilamiz? Bu tafsilotlarning hech qaysi Qur'onda yo'q. Demak, hadislarga tayanmay turib Qur'onni tushunish mumkin emas. Agar tushundik degan taqdirdami, hamma odam o'z xiyoliga kelgan bo'yicha amal qiladi, bu to'g'ri tushunish hisoblanmaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Ey Muhammad alayhissalom, biz sizga Qur'onni kishilarga bayon qilib berishingiz uchun tushirdik deydi. Demak, bu nuqtadan qaragan vaqtimizda Qur'on Karimni payg'ambarimizning bayonisiz, ya'ni hadissiz tushunish mumkin emas. Undaqda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Qur'onni izohlashda yoki ma'lum masalaga hukm chiqarishda o'z xiyoli yoki o'zining ma'lumotiga asosan chiqaramdi yoki Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga vahiy qilib, payg'ambarimiz vahiy orqali hukm qilamdi. Albatta payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom diniy masalalarning hech qaysida o'zining xiyoli bo'yicha gap qilmaydi. Alloh taolo payg'ambarimizga vahiy orqali bildiradi, payg'ambarimiz vahiy orqali Qur'onni izohlaydi va ba'zi masalalarda hukm chiqaradi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad o'zining xohishi bo'yicha, ya'ni xiyoli bo'yicha gap qilmaydi. U faqat vahiyla so'zlaydi deydi. Demak, bu nuqtadan qaragan vaqtimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomningki diniy masalalardagi so'zlari va izohatlari vahiyning bir parchasi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda may yuti'ir rasul faqat ata'alloh. Kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, ya'ni hadisga amal qiladi ekan, faqat ata'alloh. Allohga itoat qilgan bo'ladi deydi. Undaqda payg'ambarga itoat qilmagan, ya'ni hadisni inkor qilgan odam kimga osiylik qilgan bo'ladi? Allohga osiylik qilgan bo'ladi. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda Allohning so'zini, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odam bilan shu Qur'onning tafsiloti, izohati bo'lgan hadisni inkor qilgan odam o'rtasida cho'ng farq yo'q. Masalan, bir odam namozni qabul qilib, ammo namozning rakat sonini inkor qilib, men namozni o'zim xohlagan bo'yicha o'qiyman, bomdani 1 rakat o'qiyman, peshimni 2 rakat o'qiyman deganga o'xshagan o'zi xohlagan bo'yicha o'qisa, bu odamning namozi qabul bo'lmaydi. Ham namozni inkor qilgan odam bilan namozning rakat sonini inkor qilgan odam o'rtasida hech bir farq yo'q. Qaraydigan bo'lsak, namozga Qur'onda buyurildi, ammo namozning rakat soni hadisda keldi. Payg'ambarimizning hadislari va hadislar bilan isbotlangan hukmlar shu darajada muhimki, Alloh taolo Qur'on Karimda o'zi bilan qasam qilib turib deydi: "Fala va robbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Ey Muhammad, sening Robbing bilan qasam, ular o'zaro yuz bergan masalalarda seni hukmga taklif qilmoqcha, ya'ni sening so'zing bilan, ya'ni hadising bilan hukm qilmoqcha va sening chiqargan hukmingda qalbida hech qanday g'um topmoqcha va uningga taslim bo'lmoqcha mu'min bo'lolmaydi deydi. Agar bizga Qur'on kifoya degan bu odam bu gapida rostchil bo'lsa, bu oyatga amal qiladi. Chunki bu oyat Qur'on Karimda bor. Hadisning ikkinchi manba ekanligi haqida Alloh taolo yana bir oyatda: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul." Agar sizlar bir
bire işte detalaşqa tushib qalsanglar, uni Allohga va uning payg'ambariga qaytaringlar deydi. Alloh qanday qaytaramiz? Qur'onga murojaat qilishimiz. Payg'ambariga, ya'ni Muhammad alayhisolamga qanday qaytaramiz? Hadisga murojaat qilishimiz. Yana bir oyatda Alloh taolo va ma ataakumur rasulu fakhudu va ma nahakum anhu fantahu. Elchi, payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisolam sizlarga nimani deb kelgan bo'lsa, uni ching tutinglar. Sizlarni nimadan to'sqan bo'lsa, uningdan chekininglar deydi. Qur'onda buning o'xshagan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga agishish, ya'ni hadisga agish haqida kelgan oyatlar nihoyat ko'p. Shuning uchun Qur'onga ishongan bir odamningki hadisni inkor qilishi mumkin emas. Chunki Qur'onning o'zi hadisga amal qilishga buyuradi. Shunga bir odamning "Men Qur'on kifoya, lekin hadisni qabul qilmayman" deyishi o'z-o'zini qachatlaydigan zid bir gap. Chunki Qur'onning o'zi hadisga agishga buyuradi. Hadisga amal qilmay Qur'onga agashgili bo'lmaydi. Undaqda hadisga agashmagan, hadisni inkor qilgan odamning hukmi qanday bo'ladi? Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda "Qul ati'ulloha var rasul fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin." Ey Muhammad alayhisalom, Allohga itoat qilinglar va payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalomga itoat qilinglar deng. Agar ular buningdan yuz o'risa, ya'ni Allohga itoat qilmasa va payg'ambarga itoat qilmasa, Alloh undaq kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Ilgirki olimlarimizdan Ibn Hazmi Al-Ihkam fil Ahkam degan kitobida hadisni inkor qilgan odam bütün olimlarningki ittifoq bilan kofir deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tuandagi bir hadisni inkor qiladigan bir to'p kishilarningki pat yaqinda keldiganligidan oldin xabar berish orqali hadisning mo'jizaligini yana bir qatim isbotlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yushiku rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bi hadithin min hadithi fayaqulu baynana wa baynakum kitabullah ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu ala wa ma harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah. Yaqin kelgusida karotiga yulinib o'ltirgan bir odamga mening hadisimda bir so'zlansa, u odam baynana va baynakum kitabullah. Bizning oldimizda Allohning kitobi Qur'on bor. Qur'onda halol deganni halol deymiz, Qur'onda harom deganni harom deymiz. Ya'ni Qur'on bilan kupoylaymiz deydi. Ala, diqqat, ogoh bo'linglar. Allohning payg'ambari harom qilgani Alloh harom qilganga o'xshashdir deydi. Demak, payg'ambarimiz xabar bergan bu kishilar mana bugun kunimizda maydonga kelmoqda. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bundaq kishilarning sapsatlarga ezib ketmasligimiz uchun tuvandagi narsani bizga qilgan. Taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di abada. Kitobulloh va sunnati. Men sizlarga ikki narsani qo'yib ketdim. U ikki narsaga ching esilsanglar, hargiz ezib ketmaysizlar. U bo'lsa-mu Allohning kitobi va mening sunnatim deydi. Allah Taala hammamizni to'g'ri yo'l ustida Qur'on va hadisga amal qilishga nasib qilsin va xato, ozg'un fikr va ideyalarning ta'siriga uchrab ketishdan saqlasin.